Baxtiyor aka, endi ishga kirgan paytlaringizda nima xatolar qilgansiz? Boshida rosa ko'p xatolar qilganman. Keling, 3 tasini sizga sanab beraman, Hoji aka. Birinchisi bu men hamma narsani yodimda saqlashga urinardim. Ya'ni broker menga telefon qilib yuk haqida ma'lumot berganda, men uni yozmasdimda, eslab qolaman derdimda. Driverga telefon qilganimda eng kerakli informatsiyalar esimdan chiqib qolardi. Misol uchun yuk necha kilo turishi, qayerdan qayerga zip kodlari esimdan chiqib qolardi. O'shaning uchun yangi kirayotgan dispetcherlarga maslahatim, erinmasdan hamma narsani bitta bloknotga olishsa, yozib olgan yaxshi. Ikkinchi xatoim, hozir eslasam, bu muloqotdan boshida rosa qochgan ekanman, ingliz tilida, ya'ni menga telefon qilishganda telefonga javob berardim, lekin tushunmasdim. Men listeningim IELTSdan 9 bo'lsa ham men tushunmasdim. Hayron qolganman o'sha payt, nimaga shuncha ingliz tilini o'qidim, lekin tushunmayapman deb. Aslida esa bu narsa praktika orqali yod bo'lib ketar ekan. Keyin 2-3 hafta tinmasdan telefonlarga javob berganimdan keyin haligi narsasini уже yarim yo'lda tushunishni boshlaganman. Shu narsani yangi kirayotgan ishchilarga maslahat beraman, telefonda ko'proq gaplashinglar. Uchinchi xatoim bu, men ko'p rasmiy tillarni ishlatganman. Bilasizmi, Hoji aka, men bu ishga kirishdan oldin ingliz tili o'qituvchisi bo'lganman va men o'ylaganmanki, brokerlar bilan gaplashganda rasmiy til ishlatsa ularga yoqadi deb o'ylaganman. Aslida esa brokerlarga qisqa lo'nda odam tilida tushuntiradigan so'zlar ishlatish kerak ekan. Logistika haqida yana qanaqa ma'lumotga ega bo'lmoqchisizlar? Kommentariyada savolinglarni yozib ketinglar.